أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه أما بعد. Seyyid Derviş'nin temesinden ayırdı. Ve fi guduna Tevrat 1919 1919 yıldaki inkılap esnasında gudun diyen esnasında arlıqıda diyen bezolanan gudun diyen lahana Seyyid Derviş hada neşid el hamasi Seyyid Derviş muşu hissiyatına kızgınlıkna kuşaytılgan muşu nakşını ağın misalda u bolsumu ve bu neşid Kumya Mısri bu bolsumu Destre-i Mısırlar diyen Fırnunluto-i Mısırlar diyen ve fi yekul şununda mında deydi Kumya Mısri andama Mısır çizilsak mında demez Kumya Mısri deyimiz Kaf harfini alif kılıp Kumya Mısri Sodaristan çizilsek ço Kumya Mısri deyimiz Tura-i Mısırlar Mısır dayman bitunadi Mısır davamlı seni çağırıp durmakta Khud binasri şunama Khud diyen khud degan gap. Khud zabanda tunlandan o'qib kizilib yurmay bu khud binasri edi. Nasri emas, khud binasri edi. Ba'anda mesela shivalar yozgan ekan, binasri de bunda yozdi. Binasri. Menga nusrat berish uchun Qur'on binosi al yoki chiqir degan manda. Nasri dinun vajib alayki. Menga nusrat berishingiz, yordam qilishingiz bo'yningizdagi vojib bo'lgan bir qarz. Ve bu mayında bir şirken kuşakken. Burunta zamandaki şu askerlerin mayında kuşakları varmışken. Asker bulduk da eski bulduk dedi. O zamandaki uygurun. Ve kana ahir ma qaddamahu min tilkal maqtu'at al-vataniyya ta'lifan ve talhina. Aşo vatan parvarlıkni madhilaydigan aşo kuy parçalardan ahir qatım sunğuna yani o'zi tuzib, o'zi ahanglaştırıp qilgan kuylarning eng oxirgisi الأنشودة التي وضعها تحية لسعد زغلول عند عودته إلى الوطن سنة 1923. سعد زغلول 1923 yılı vatanga qaytib kelgan vaqtida, shu faol etgan joydan qaytib kelgan chog'da Sa'd Zag'lulni qarshi olish, kutib olish uchun, shuni salom berish uchun tuzgan mushu qo'shiq etdi deydi. Ve fiha yaqul unida mundaq deydi. Misruna vatanuna. Misrimiz bizning vatanimiz. Sa'duha amaluna. Uning baxti bizning arzuyimiz, ümidimiz, armanımız deydi. Sa'd degan baxti deganlar hozir Sa'd Zag'lulning Misrning baxti va gap o'ynandi bu. Ismi o'xshash bo'lgan ekanmi Sa'd. Uning Sa'di yani uning baxti yoki Sa'd Zag'luli bizning arzu umidimiz shu. Kulluna jami'an lil vatani dahiya. Biz hammamiz shu vatan uchun bir qurbon. Ecma'at qulubuna bizning dillarimiz shunda bir birlikka keldi. Hilalına ve salibuna. Bizning hilalimiz bilan kirishimiz. Yani Misrga musulmonlar olsun, xristianlar olsun hammamiz birdek ittifoq demoqchi. Salib desa kirish nima demoqchi? Bu Misrga xristianlarni ko'z tutgan. Hilal musulmonlar simbol. An ta'isha Misru aishatan haniya. Yani Misrliklarimiz xristian bo'lsin, musulmonlar har qanday hammasi shuna ittifoq keldiki, Misr saodatlik, qaravan turmush kechirsin. Anda yaşson deb ittifoq keldi. Aisha niya deganmi? Bir aramchilik yo'q, g'am g'ussa yo'q. Endi xotirjam yaşsonmiz. İzzuka hayatuna, sening izzating bizning hayotimiz. Zalika mamatuna. Yani shu sening izzating yo'lida bizning o'limimiz shu yo'lda bo'ldi, yani shu yo'lda biz o'lashga tayyor yani. Ya Misr ba'daki malanash saada. Ey Misr, sizdan keyin, yani siz ketib qolsangiz bizga saodat yo'q deydi. Malana demak. Ruhuna fidaki. Bizning jonlarimiz sizga fido bo'lsin. Malna Sivaki bo'lish kerakmi? Bizga sizdan boshqa bir nimamiz yo'q. Sizdan boshqa bir nimamiz yo'q. Bizning sizdan boshqa bir nimamiz yo'q. Rabbak ma'ak. Ma'asi Rabbuka ma'ak deydi. Kim Misrligim Rabbak ma'ak deydi. Marfu alatun xujmay Rabbak ma'ak. Rabbim sen bilan billahi Misr deydi. Fi kulli sa'a. Yani Rabbim davamlı sana yer yo'lakda bo'g'ay ey Misr demoqchi. Ve qad istuqbila Sa'd Zag'lul bil maqtu'a. Sa'd Zag'lul mushu muzik partisi, mushu naqsh partisi bilan kutib olindi, qarshi olindi. Lekin qachon
بعد وفات مؤلفها بيومين اثنين أشو نقشını yazgan ve anlaştıran Seyyid Derviş ülep ketkenlikin iş günlükin. Demek bu şu nakşı okuldan künge kadar yaşamak bu adam. Ülep ketken. بعدان درب سيد درويش çünkü سيد درويش المنشدين والعازفين على أدائها استعدادا لحفل الاستقبال أشو سعد زغلولنا kütülüş ziyafet için tayyorlik qilib sazandilarni azifin degan sazandilar müzik çaldıqlar çalg'uvchilar munshidin naqshi o'qiydiganlar demak naqshi va sazandilarni ashunga tayyorlik qilib mashq qildigandan keyin ajala tulmaniya o'lam uni burroq kelib qoldi oldirib kelib qoldi asli oldirib kelma shu vaqtida keldimda ha likulli ajalin kitob ajal tulmaniya deganimda aning qadar o'lam uni kutib turmay kachida amonatni oldi demoqchi bu o'lam degan o kirgan vaqtda burun kelmaydi-ku. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة لا يستقدمون عزف degan muzikani chelish degan bo'ldi عازف degan muzik chalg'uvchi ولقد تميز سيد درويش عن غيره من الفنانين بتفوقه الكامل في كل ما وجه إليه عبقريته سيد درويش başka sanatçılardan alayda ayrılıp tutar edi. Nim bilan özünün talantı yüzlendirgen nasilde her qanday bir nasilde mesela naqshi yazsın yoki ahanglaştırsın yoki bir teatr loyihasini mesela her qanday ishlarda to'liq mukammal ustunlikni egallashi bilan boshqa san'atchilardan ustun turdi alayda bo'ldi laqad kana kullu fannanin mutafawwiqan fi nahiya min nawahi fanni boshqa san'atchilar qaraydigan bo'lsak ular Sayyid Darvishning usta bo'lgan hunarlarning san'atlarning har birisida usta bo'lgan hammada emas lekin Sayyid Darvish bu hammada bir necha ishda kamolat ketgan demoqchi فالبعض تفوق في الأناشيد مثلا فهم شهر مثلا bazılar şu qo'shiq naqshi yezishda ustunlikni egallagan yana bazılar tafavvuqa fil alhan al atifiyya romantik kuylarda ustun bo'lgan mesela bazılar şu muhabbat naqshlarini romantik naqshlarini ustun bo'lgan بعضهم anda vatanperver naqshlarda usta bo'ladi والبعض الثالث تفوق في المسرحيات yani bazılar tiyatr sahne eserlerinde üstünlükni egallagan ولكن سيد درويش تفوق في كل شيء lekin shularning hammasida Sayyid Darvish ustun bo'lgan chunki faqat lahna al muwashshah al qadim chunki masalan ilib aytsak u qadimki qo'shiqlarni anglashtirgan muwashshah degan burungi zamondagi xalq naqshlarini muwashshah deydi muwashshah muwashshahat al-andalusiya uyg'urda dedi muwashshahat uyg'ur adabiyotida bor va nashid yani nashid degan hozirgi qo'shiqlar masalan va masrahiyya al-ghinaiya va naqshi aralashgan teatr masalan sahna asarlari va ma hawathu va o'z ichiga olgan yani naqshi teatr aralash sahna asarlari o'z ichiga olgan deydi havo degan o'z ichiga olgan min muxtalif al-istiradat turlik istiradat degan harakat ko'rsatish masalan teatrda naqshi qo'ygancha elib yang'ib yugurib nechalar bo'lib qatib nechta ishni qildi istirada yani naqsha usul va boshqa palvonlar harakatlar aralashgan bunda ko'rsatishni istirada yani u ham qo'yib pasmi istirada bo'ldi harbiylar qaratini o'tab bunda kuch ko'rsatishmi bir xil istirada bo'ldi والألوان الشعبية وخلق فرقلق ملي فرقلق مشندا أرخل أويالله تياترنا شدام دا أجندا إتوت تيمز مثلا يقولنا خلق فرق نملا لقد أسعفت يعني درهال قتلدو ده احتياجين قمدو ده يعني إسعاف يعني ماشينة هو إسعاف يعني سوزنا تعبيز قويدو دكتور ماشينسكا مشان أعطيك ماشينة أين كده كوسا تغرق قويدان إسعافات يعني ciddi qutquzish aşı mashinasi ciddi qutquzish mashinasi uni doktorlik amma lavozimli bor endi yana asafat deganimda darhol ajni qamdi deymiz darhol qiyin ahvoldan qutqizib qo'ydi degandek mavhibatu uning talanti uni qutqizib qo'ydi yoki ajni qamdida fi kulli nahiyatin min nawahit talhin ahanglashtirish kuylashtirish har bir sohada uning talanti ehtiyojini qamdida
Masalan, fil alhan al-hamasiyya, masalan, ayajan qo'zg'aydigan, qon qizdiradigan bunda kuylovlab qolsa, tata'ajjaju musiqahu, uning musiqasi yalqullab lavildaydi dedi. Nara, o't yanidir degan. Va fil alhan al-atifiyya, hissiyat qo'zg'atadigan bunda kuylarda tadubu alhanuhu riqqatan. Uning kuylari, ahanglarini aytdi, mehribonlik bilan yoki dili noziklik bilan erib ketadi dedi. Tadubga eriydi. Va fil masrahiyat tragediya al-ma'sawiyya, tragediyaning tarjimasi bor. Arabcha tarjimasi. Tragediya degan inglizcha, latincha tragedy. Buni endi arabcha ma'saviyya deymiz. Ma'sa degan bu ichinishlik, bishig'i kulpat kelgan, mushunda musibatlik teatr sahna asarlarida yusiruka va yubkika. Sening istashqingni qo'zg'atib, jig'iltirdi. Va fil masrahiyat al-komediya, ani kulkilik sahna asarlarda komediya deymiz. Al-hazali yani chaqchaq, o'yin chaqchaq degan ma'no hazali. Yamla'u nafsaka bahjatan va inshiraha. Butun vujudingni xushallik, ko'ngil ozodlik bilan qoplatadi deydi. İnşirah degan ko'ngil shunda bir azoda, rahat o'g'illigimdir. Kama yuridullohu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. ومن الغريب أن غلط كل دغنا ديتو أجد نغم بريش أنه على الرغم من أن سيد درويش لم يكن قد درس في أحد المعاهد الموسيقية العالية علوم الموسيقى التوافقية والتوزيع الآلي والغنائي. سيد درويش موسيقى عالي مكتبلردن بردا موسيقىنىڭ ona maslaştırış ilimlari va netçe taraqqi bo'lib masalan ali degan o'zligining qanchada bunda maslashilgan bir-biri bilan hamkorlashilgan bunda netçe bo'lib masalan ma'g'ash to'xtagancha ma boshlaydigan bunda unani o'rganmagan bo'lsa endi oliy maktablarda deydi. Va ma iladalgan tadvinul musiqiy va shunga chetishliq muzikani yezib qoldirish, notlash degan. Tadvin degan not qoldirish degan. Shu maktabda o'qimasa not yezishni o'qimaydi. Va g'ayri min al-ulum al-musiqiyya al-aliya va shunga o'xshagan bunda eng yuqori pallidagi musiqa bilimlarini o'rganmagan bo'lsin, maktab kirib, maktab o'qib, bunda o'rganmagan bo'lsa-mu, illa annahu qaddama fi masrahiyati al-ghinaiya naqshi aralashgan shu teatrda Obret Shahrizad degan mushu obretida nav'an jadidan min at-talhin yangi bir ahanglashtirish uslubini o'tirib qo'ygan. Fil lahn al-khitami lil fasl awwal. Birinchi parda. Chunki teatr qilgan bo'lma, biron hozir teatr qilmaysan. Teatr qo'ygan chog'da jihatdan urgan pardasida biraz 2 minut ya 5 minut bedam bo'ladi. Endi yangi boshladi, yangi bir ko'rinish boshlanadi. Va birinchi qatimda birinchi pardaning oxirgi bo'limida shunda bir ahang kuyni sungan tereydi. Bu kuy g'ayr ma'ruf illa fil ubrat al-alamiyya. Bu kuy faqat dunyoviy shu mashhur shunda operalarda cho'ng teatr xalvago opera deymiz. Shunda sunilgan sahna asarlarda pishiraydi bu. Odatda unda yerliklarda va pishirmaydi dedi. İb ja'ala 3 majmuat. Chunki u shu teatrda 3 guruhni sahnadagi alal masrah degan sahnadagi deydi. Masrah degan teatrxona. Endi hashabatul masrah degan teatrxonaga sahnasi degan. Yada shu teatrxonadagi 3 guruhni, masalan, 3 to'plam odam bor ekan. Bu 3 guruhni qanday qilib tug'anni fi vaqt vahid. Üçü bir vaqtda 3 xil narsa o'qitdi buni. Ma boshqa kiradigan, boshqa kiradigan. Yani birisi boshqa yo'lni kiradigan. Salatada alhan muxtalif. Bir-biriga o'xshamaydigan 3 xil narsani 3 ko'rib o'qiydi ekan. Bi kalimatin muxtalifa. So'zlari o'xshamaydi bir-biriga. Va mavduatin muxtalifa. Boshqa temada taqdim ma ba'din so'zlari. Al-amrullari yadullu ala abqariyati. Mushi ish mana o'ninki tog'larni istida talantini ko'rsatdi. Cho'ng'alaqda umum xordamda xordimda yana umum xordma 3 ni qilib 3 umum xor 3 mazmunda takraydi ekan 3 ni yig'indisa yana unda bir xil tankashirab narsa qilgan va usulib qo'ydi. Naqshchi san'atchi bo'lsa mush odamning hamma naqsha hamma ahanglarini yodi bildi. Unda yodi bilmay san'atchi bo'lmaydi. وقد عمل سيد درويش ملحنا لجميع الفرق المسرحية في مصر. Seyyid Dervish Misrdagi bütün teatrxona, teatrchi, sahna asarlarini o'rindaydigan ansambullarning hammasiga
ayında ahanglaştırıp durgan ahangçı süftüde iştifa dedi. Fafi am 1917 mesela 1907 yılı fi asna al-harb al-alamiyya al-ula Birinci Dünya Uruşı esnasında intaqala Seyyid Darvish min İskenderiye ila Qahira. İskenderiye'den Qahira'ya yetkeldi. Qahira şu çağda Mısır'ın paytaxtıydı. Paytaxtının deydi o. Uyghur paytaxtının deydi o. Astana. Konusunda Astana deyimiz. Velem yakun ma'rufan fiha. Yani Qahira'da, Astana'da bek tunlup ketmeyen deydi. İrlen tekun hundaki ida. Çünkü o çağda o radyo diyen nas yoktu. Tanqulu fannahu ileyha. Seyyid Darvish'ninki senetini şu Qahira'ya yetkep turgan radyo binas yoktu deydi. Ve amila fi firqati Jord Abyad al-Masrahiyya mulahhinan. O Jord Abyad degan mushbay Hristiyan adamın bu. Mushinki teatr ensemblda ahanglaştırıcı bo'lib ishildi. Ve qama bi talhin masrahiyati Feyruz Shah muqabala 20 junayhan. Feyruz Shah teatrini 20 junayga ahanglaştırıp berdi. Şu çağdaki jiqpul bu. 20-30 ming ko'ydan jiqpul. Walakin al-masrahiyata saqatat. Lekin bu teatr muvaffaqiysiz bo'lib tushib ketdi. Lianna jumhur al-Qahira. Chunki Qahira tomoshabinlari, Qahira xalqi deganim Qahira tomoshabinlari kan muta'awwidan al-alhan al-qa'imati ala at-tatrib lit-ta'bir. Bular ko'ngil ochadigan ahanglarga kunab qolgan, ammo bunda bir narsani ifodalab turadigan, bunda mazmunliq narsaga kunmagan haqda deydi. Yani Qahiralikni so'katdim. Bag'araz seviyasi sapasi yo'q demakchi. Ama İskenderiyaliklar shunga Qahiralikni yaratmaydi hozir qadar. Madaniyatsiz ular. İskenderiyaliklar favqulodda yurish turish gaplamida. Walakin al-jumhur al-Qahiri, lekin Qahira tomoshabinlari axirda yantabiularda lawnul jadid. Mushu anglashtirishdagi yangi rangga diqqat qildi. Indama tasala bi Najib ar-Rayhani. Qachon desa bu Seyyid Darvish Najib ar-Rayhani bilan munosabat qurgandan keyin Najib ar-Rayhani bu danliq teatrist bu. Kallafahu bi talhin maqtu'at isti'radiyya najahat najahan bahira. Uni yani Najib ar-Rayhani Seyyid Darvishni endi sahnaga o'yin ko'rsatgan ba'zi bir sahna asarlariga chetishlik naqshlarni ahanglashtirish sağan çağda bu teatr favqulodda ko'z ko'rinarlik muvaffaqiyatli bo'lib ketdi. Fa'uyina mulahhinan bil firqa. Shular musha ensemblda naqshini anglashtirib turgan, musikalashtirib turgan kuychi bo'lib tayinlandi. Bi ajrin shahriyyin balagat qiymatuhu 150 junayha. Oylik bir maosh bekitib 150 ko'y maosh qilib bekitilibdi. Va tasabaqatul firaqul masrahiyatul ukhra boshqa ensembllami ala talbil mazid min alhani. Uning anglash tuğan işini talep qilib buni chepishdi, musobaqa qilib chapqandek chapdi. Faqama bit talhin li firqatul kassar. Shundan bu kassar ensembliga anglashtirib berdi. Va li firqat Munir al-Mahdiyya, Munir al-Mahdiyya degan ensembliga anglashtirib berdi. Va li firqati awlad Ukasha, Ukasha o'g'illari degan bu ensembliga anglashtirib berdi. Ve haffazahu najahuhu al-mutawasil ala insha'i firqatin khassa lahu. Uzluksiz muvaffaqiyat qozonishi uni o'ziga xos bir ensembl qurishga ittirdi yoki qiziqtirdi. Turtki bo'ldi. Haffaz degan, qiziqtirdi degan haffaz. Nezalloh haffaz degan nima qarab tursangiz bo'lmaydi. Hatta yatamakkana min ishari fannihi al-azim. O'zining ashu katta isil san'atini mashhur qila olishi uchun o'ziga xos bir ensembl qurishga qiziqdi. Ba'idan an mata'ib ashab al-firq al-ghinayya. Naqsha ensembllarning egilarininki bashag'riq avozchilikdan jiroq holatda. Chunki u har xil adam avar qilish mumkin ular. Shuni hamma tashlab o'ziga xos bir ensembl quray deydigan to'shi muvaffaqiyat bo'lishi. ولقد قدمت فرقة سيد درويش الخاصة أخلد مسرحياته الغنائية لأول مرة أبريد شهرزاد حاليا dedi. Seyyid Darvishning o'zining maxsus o'zi qurgan shu ansambli naqshchilik teatrlarining ichidagi eng o'chmas san'atini birinchi qatam dastlab qilib Opera Shahrizod Adati Shahrizod teatrxonasi ekan. Opera degan teatrxona. Yoki shu asarning o'zining ismi.
bizde versene Gunçan dediğim mulatı. Demek şu teatrda en uçmaz, en isil sanatını sunğan deydi. Vel baruka diyese, baruka diyem, yani keymi çeşitgen mandit aslında. Yani keymi çeşitgen baruka deydi. Ya da platonda vel baruka ona leyse manaha barukat şar. Bu çeşitgen keymi çeşitgen da nersen var dedi ki baruka. Lekin manisi et-temime, tuma, yani ta'vide diyen panalını şundan da asılgan binasına göz tutulurmuş. Göz monçak, tuma diyendik. Demek ki Şahrizat teatrı, Baruka teatrı diyende kesinlikle teatrında en isil sanatına sunduğuydu. وكان قد سبق له أن قدم أبريد العشرة الطيبة. العشرة وصا bu billutaş yaxshi chiqishib billu turmush kechirish ham bo'ldi. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Yaxshi chiqishib, yaxshi turmush o'tkazish degan ma'noda. Shu yaxshi turmush degan shu teatrni unda ilgari Rayhani ansambli uchun tayyorlab bergan edi. Va hiya tu'addu marhala jadida min at-tatawwur al-musiqi. Bu muzikchilikning taraqqiyotida yangi bir bosqich hisoblanadi. Yang berbasis kadam qo'ygan aytibdi ekan. Va fi obret Shahrizat, endi Shahrizat obretida teatrda qaddal jumhur Muhammad Abdul Wahhab tomoshabinlarga Muhammad Abdul Wahhabni sundi. Bu naqshi bu Muhammad Abdul Wahhab. Danglar. Shu kagraydigan odam bu. Shu naqshini shu birinchi qatim tomoshabinlarga taqdim qilgan. Shundan bu mashhur bo'lib ketgan. Vaqt lahana Sayyid Darvish fi 6 سنوات بين سنة 1917 وسنة 1923 ما يقرب من 20 مسرحية. مش منطقة 7 yıldan منطقة 23 yıl aralıktaki 6 yıl jarayonida Sayyid Darvish 20'dan artıq teatrni ahanglaştırdı. Tazidu alhanu ala 200 lahn. Onun küylere, ahangları 200 küydün aşıladı. Mesela her bir teatrda 15-20 nakşı olsa همسون طبلما عشان أشركين. هذا فضلا عن الأدوار والتواشيح التي تعتبر معجزة فنية إلى يومنا هذا. تكون نودن سر هذا فضلا يعني نودن سر بشر تلقرولوا مثلا. أدوار يعني شايف موسيقى bir parçasını belgeleyen bir atalı bu. Doğru diyen bir kadın çıktı o. Neyada advar diyene kısa müzik parçaları diye manzur. Demek ajda kısa müzik parçaları ve tavaşih diye man kısa bir koşak halk nasıllarda günahsa. Muvaşşahat deniz var. Bunu tavaşih diyen söz şuna yakın. Elleti tuatabır muazzaf fenniye ileyomlar. Bugünkü günge kadar bu aşında ölçmez kalıdığan isim müzik parçaları hesabında doğru. Muazzaf diyen anda eski bunun koşak kılamağan diyen. Ve kedâke mecmuaten من التقاطيق التي كانت أهمها كما ذكرنا تقطوقة زوروني في السنة مرة. يعني استراق müzik parçalardan زوروني في السنة مرة ديجام مشو نقشنما anlaştıgan ve illeti كانت سببا في شهرته ومشهور السبب olan نقشنما مشهور. Bu naqşını kim okugan? Feyruz. ولم يكتف سيد درويش بتلحين الألحان الوطنية التي تتقد حماسة. سيد درويش نات قزغن hissiyat bilan muşunday lavıldap turduğan, yenip turduğan vatanperver kuylarını anlaştırışlarla buldu tutkanmay. Belki lahana li tawaifi şa'billati aşa beyna. Arasında yaşayan halkının türlü taifelerge ahang tayarifade dedi. Tabiqlar tawaif yani. Ve fi muhitiha yani şu muhitde yaşayan halkının var. Arasında yaşayan halkının. Vaqtalatı biha arlaşkan. Arlaşıp yaşayan halkının türlü tabiqlargımı, sınıflargımı, türlü terkibideki kişilergımı naqşı tayarifade. Fakat aşa beyne sanayiyyeh vel ummal ve saqqayin vel mumarridin vel cersunat vel bostaciyye. Çünkü o önerven kasıtlarının arasında sanayiye de önerven kasıtlar. Sanayiye. Sanayi diyenin şunda çıkıdı o. Vel ummal, işçiler, saqqayin, suçiler. Sakka diyen soğuruşamaz mı?
Saqqayin degan sug'oruvchilar yani suvchilar burun suv to'shib jambaqlarga adam bordi. Taqa yaqinda shu 80-yilga qadar suv etib turgan ba'zi adam bordi qishlarni. 2 yil suv etib paslarda shimochan bir qo'ygan turbidan etib bitdi. U turbida etishtirgire tumanlar yasidan xotanda bulaqlashdan da yo'g'on tunda arada suv to'shib ketdi. Vel mumarridin sestralar. Mumarridin hamda sestralar bu eristral ekan. Doktorga hamkorlashgan kishilar deyiladi. Mumarridin degan shu. Vel garsunat, yani gevlar dedim garsunat. Garsunat. Bu çayxonalarda, oshxonalarda tamoq, çay ekib turgan kishilar. Kichik. Shuna çayxonada ya nimadan o'qisa, to'lasa garsonda to'ladi. Vel bostajiya, pochtkashlar. Posta degan pochta. Bostaji degan pochtkash degan. Pochtchi degan neyse. Majir degan nima uyg'urcha? Post degan pochta. Lekin jir degan uyg'urcha. Pochtchi. Bosta deymişler pochtxonalar. Sakta beri degan ama yenganda arachlashtirib qiyin. Birkaç pochtxonaning mushunda qarasanlar, bosta deydi. Bu Osman imperatorligida taqilgan so'z shulardan qolgan. ولحن لهم ألحانا تصور معاناتهم لأول مرة. Yani aşularınki qiyinchiliklarni tasvirlab turadigan kuylarni anglashtirib berdi. Aşar turli binoan kasb ishi qilganlarga. Fawa yusawwiru mu'anat as-saqqayin fi masrahiyati walau degan teatrda suvchilarning qiyinchiliklarini, dard alamlarini tasvirlab va yuhajim shirkatul miyal ajnabiyya chet elning suv shirkatiga hujum qilib mundaq deydi. Yuhawwinullahu yu'awwidullah. Allah asalliq berar yani yuhawwin. Yu'awwidullah Allah o'rinni to'ldirib berar. As-saqqayin yani suvchilarga demak. Alas-saqqayin demak. Adiyan mushada aladiyan ma'no. Dul sha'yanin. Dul degan bular yani. Dul degan bular sha'yanin. Sha'yanin yani. Bular baxtsiz jafaga shaqlar bular yani. Mavlar yani. Muchaqna shu. Muta'affritin. Xuddi afrit degan bu şeytan tışnama. Bu anda xuddi mushuvchilik qilmanda, şeytanlar ma chaqqallik bilan bunda qattiq shaydo demakchi balki. Balki jafaroq shaydo degan bo'lishi mumkin. Vel Kobaniya bu suv shirkatining ismi Kobaniya shirkati. Shirkatning suv shirkatining ismi Kobaniya ekan. Mil Kobaniya degan mushu Kobaniya suv shirkatining dastidan muyunda elektrikda avarulab japata tutudu demek. Minal demek. Kıskatı. Havacatuha guna yani cene ge okudamazsan guna yani cauna demek guna. Havacat diyen chet ellik demek. Havaga diyen silahımız sırtından da kapalan yat şey diyen havacat. Adamı İngilizce havacat dedim. Köpünçemde İngiliz, Fransız şunu dedi. Şular besitliğin çağda pedagog olan sözümüz mü? Şunu bahsettiğimiz köpünçe. Havacatuha cuna. Yani şu şirketinin şu chet ellik ilgileri bizden kaçımızı geldi dedi. Yani bizim işte diyarımızdakiler kana kıldı. Haytaffişuna. Bizde kovulu yetişiyor. Nişayet diyarımızı getirip bizden kovulu yetişiyor. Li birazuna bu amr balki bunlar için bunda raqabatlaşıyor degendek bir manzum boşun. Mübareze degendek ha. Bibarizuna degendek. Bunlar için bunda çalışıp nima qiladi degendek. Di san'ati abuna bu atbomizning qolgan nima kasbimiz bo'lsa bu. At kasb bo'lsa bizga nisbatan. Hadihi. Ma tu'abbiruna ya khalaya. Ey khalaya bizning vaqtimizni uqtirib qo'yamiz bu haqda. Yani havoji til bilmayapsizmi? Zuvani boshqa bo'lgan ekan, va bizning dardimizni tushuntirib qo'yamiz. Bizlar uchun talashib beraklar, o'zini tutib ketsin kaldaxullar. Va fil istirad at-tali nara as-sunna'a fi istiqadihim al-mubakkir wa kifahihim min ajli luqmat al-'aysh. Shundaki
ko'rsatishdan istarab yomsharında be yeyip ko'rsatib onu bizga ahvolni bayon qilishaylar. Ko'rimizga unavan kasblar saharda uyg'onib shu tirikchilik nenini tepish uchun ajunda kurash qilayotganligini ko'ramiz. Aytgan turmush hayot luqma degan shu hayot qilish uchun yeydigan bir luqma tomoq. Ya'ni magaydi deymiz-ku biz odatda. Mantiq yeyish uchun, jinni saqlash uchun tirishchilik ko'rsatib qilayotganligini, tirishayotganligini ko'ramiz. Al-hilwa bi qamat ta'jan fil badriyya. Hilwa degan nima bo'lsa, hilwa. Taqliq. Al-hilwa di ma satan khinam demakchimada. Al-hilwa di degan hali. Ma chiroyli khinam, ma o'z khinam deymiz vaqtdan turda. Qamat ta'jan fil badriyya. Badriyya degani bu aydın kecha. Badr degan to'lonay chiqqan kecha var. Aydın kechada qo'pib ximi yug'urotdi deydi. Ta'jin degan ximi yug'urdi. Ya'ni bu tirikchilik qilish uchun navoiy qilmoqchi. Shu kechada qo'pib ximi yug'urish kerak. Hozirmi bizning vujudda navoiylar bombatdan ilgari non chiqarib bo'lish kerak. Namozda yonganlar non chirib chiqibdi. Waddiku biyaddan kuku fil fajriyya. Biyaddan degan biyu'azzin degan bunda. Kuku degan shu xo'rozning ovozini do'ratadi. Demak, fajriya degan tong atgan vaqtida shunda chillaydi. Yalla bina ala baballoh ya sana'iyya. Ehnan kasblar. Biz Allohning ishini qaqayli minglar. Allohning ishini qaqayli deganimda Allohdan halollarni talab qillar demakchi. Dukanchilarga aytganda bismillah deb dukan ochadiku, rizqni biror rizqdir. Demak shu unan kasbni aytganda o burun tushib qolgan o bo'lmasa mumkin shay chiqib o'tirgan gap rizq Alloh uyasidan. Hammasi o'zidan rizqni yig'gan gap. Yaj'al sabahak sabahal khair atganligingizni xayrlik atigini qiltagay Alloh. Yasta'tiya atiya istam. Istam degan uyg'urcha, turkcha istam. Hozirmi yasta deydi. Istam. Istam demakchi bo'lsanlar, masalan, bizning shopirga aydan yasta. O afiyasta. İnsanlar ben düşmekçi, to'xtab tashlashdan usta, asli usta, usta unadan kasbimiz o. Bizninkida bunda biz qarim deymiz. Hojam deymiz o. Mimni qatoldiga ish bor. Tamligini hurmatlashni bor. Tala'an nahar fattah ya alim. Tang'atdi deydi. Fattah ya alim degan bu bir xil duondi. Endi bilib turg'icha darvozani shundalama ishlatgaysan degan ma'noda. İçvet pichir demakchi bu yerda, lekin ijada ham bir duo qilyapti. O'ljid mafihish va lam lim. Yanchiqda bir sanatmi yo'q. Millim yana shuning sanati. Sab'a sanaya fi aydina. Bizning qo'limizda shunday guldak yetib turlik hunar bor edi. Guldak hunar bor deymiz bizda. Wal ham gayr alayna. Lekin g'am bizning anda qabul oldi dedi. Gayr alayna degan bizga zulm qildi deganda. Yani qo'limizda shunda guldak hunarimiz turib, g'amda so'lib bordi bizdan. Ya ma shakayna va bakayna. Ya gamu shu uyg'ur so'zi. Yo, ajab chiqishkat ketdik, dattu ketdik degan. Ma qashqatiyama. Yo deydi. Ma degan arabcha ma mavsula. Ya ma shakayna va bakayna. Demak, ya degani bak chiqni ketdik demakdir. Jiq-jiqlab, jiq dattiga ketdik. Ya agniya, baylar, lima tusaidush. Nimishli yordam qilmaysizlar? Limada la tusaidu degan gapdir. Va fi lahn al-mumarridin yaqul, ancestral kasal baqirgan kishilarning kuyida bunday deb kelgan. Lakin ba'a mahma atayna. Ba'a deganda manda bir qo'ygan ma'noda. Lekin va lekin ba'a degan. Masalan, sid ba'a degan. Voy bo'ldi qo'ya, tashla qo'ya deganda. Voy bo'ldilar. Voy bunda qilyapti degan ba'a degan. Lakin ba'a mahma atayna. Ya'ni biz qancha jafo tortsaqmi, lekin va fi shug'ulina ishimizda shunda jafo tortsaqmi, lekin va mahma ta'idna qancha herib ketsakmi, lekin demakcha rohat damarna alayna akbar mukafa ya'khuna. Qarindishimiz bizning vijdonimizning rohati, ko'ngil azodligi, ko'ngil aromi bizga berilgan eng cho'ng mukofot.
Yani halkının dert alımını, ağrıklığını pasaytımız, yardım kılalığalığımızın biz şahaldımız. ثم ينادي بمشاركة المرأة للرجل في العمل وحصولها على حقوقها فيخاطب المرأة قائلا عندن ayollarning ishlash sahalarda erlarga o'xshash ishlab o'zining haq-huquqini to'liq qo'liga keltirish uchun chaqirib ayolga bunday xitob qildi dedi. Da vaqtik, mana sizning vaqtingiz, zamoningiz, da yawmik, bu kuningiz. Ya bintul yawm, bugungi kunning bolasi, bugungi davrimizning qizi dedi. Qumi, qo'pam, ishi min nawmik, uyqungizdan uyg'oning. Bundaki nom, yani bo'ldan uyqusiga yetaramni bo'ldi degandek o'xshaydi bu. Va talibi bi huquqik, o'zingizning haq-huquqingizni talab qiling. Va xilasi min al-lawm, tapmalamatdan qutuling dedi. وفي كل هذه الأحيان مشكلة مستة وأنهم بشكلها نرى سيد درويش الفنان المرتبط بالجماهير الشعبية خلق تماشابلرلان زيت باغلن ketken san'atkarni sanatchi سيد درويشni ko'ramiz الذي يعبر عن نضالها الصعب في الحياة tomoshabin xalqlarning hayotga qiyin kurashlarni ifodalab turayotgan sayyidlarni ko'ramiz. Kama naral fannana sa'ira ala al-hayat al-ijtimaiya allati yatahakkamu fiha al-ajanib fi al-iqtisad al-watani. Vatan iqtisadida chet elliklar hukmron bo'lgan ijtimoiy turmushga qarta qo'zg'algan yoki shunda inqilob qilingan san'atchini ko'ramiz. Va yataqa'asu al-aghniya'u an al-istismar fi as-sana'a. Baylar bo'lsa, ya'ni vatanning o'g'lonlari bo'lgan baylar qanday qildi? Sanoatga mablag' silishga sust qildi, so'ramlik qildi deb e'tiqod o'ttirvaldi. Vaqat abbara bidalika an shakwa 'ammatin kana natijatuha ibtal talat harb va majmu'a min al-iqtisadiyin ala insha' bink Misr va sharikatihi as-sana'iyyah al-wataniyya. Bu mushun bilan umumyuzlik bo'lgan bir shikoyatni ifodalab bergan bo'ldi dedi Sayyid Darvish. Bu umumiylik shikoyatninki natijasidan bo'lgan talat harb bu bir vatanparvar doilaning ise bu qadam qo'ydi dedi. Boshqa bir guruh iqtisodshunoslar bilan birga Misr bankasini va vatanparvar sanoat shirkatlarini qurishga qadam qo'yganda. Kadalika nara Sayyid Darvish al-mustanir alladhi yad'u al-mar'ata al-misriya lil-khuruj min 'asr al-harim ila maydan al-amali wal-husul ala huquqiha. Shundaqla ana Sayyid Darvishning shunda bir hukumchilik ziyoli ekanligini ko'ramiz dedi. Mustamir degan nima ziyoli degan bo'ldi. Allazi yadul marata misriya Misr ayollarini cho'ri dedeklar asrdan chiqib ishlash maydoniga atlanishga va husul ala huquqa o'zining haq-huquqlarini qo'lga keltirishga chaqirayotgan ziyoli Sayyid Darvishni ko'ramiz. Asr-ul harim degani bu bunda ba'zi bir podshohlik davrlarda podshohimizdan 300 dedeklar va vaqt o'tgan emasmi? Shundan bu ayollar unda qul shaklida muomala qilingan davr demakchi. Kama nara Sayyid Darvish al-fannan al-misri alladhi yafkharu bi misriyati رغم الاحتلال البريطاني الجاثم على صدر الشعب المصري مصر خلقنا ميدسكا دستب توغان çıkıvagan جاثم diyen çıkıvagan sigitvagan yaman sigitvagan Angliya tajovuzchilarga qaramay o'z Misrligi bilan faxrlangan Misrlik san'atchi Sayyid Darvishning ahvolini ko'ramiz. Jathimin deb Qur'on Karimda fi diyarihim jathimin yatqan halatda va yutalib al-misriyin bi an yafkharu bi misriyatihim va hadaratihim. Misrliklarni o'zining madaniyatlari va Misrlik bilan faxrlanishga chaqirdi dedi. Shuni talab qildi. Anal misri va karimul unsarin. Misrlik degan ism shunda bir nocha haqman demoqchi. Banaytul mayda fawqal ahramin. Piramidlar ustiga ulug'likni bino qilganman. Kama nara fil vataniyya alladhi yadhkuru al-misriyina bi'azamati juyushihim. Yana o'zining askarlarining ulug'ligini Misrliklarga eslatayotgan vatanparvar zotini ko'ramiz. Ahsanu juyush fil umami juyushina. Bütün milletler içinde, bütün devletler içindeki askerlerin içinde bizim askerimiz en noç asker demek. Ve yed'u muharabata a'da'il vatan. Yani vatan düşmanlarına karşı can kılışka çağırdı. El yevme yevmeki ya cunud.
bugün sizin gününüz ey askerler kana kuraylaring ama mata ja'lis lirruh zaman canğa bir bedel talab qilmay shundalam fidokorlik qilinglar va fil vaqt nafsi nara al-fannan al-abqariyya alladhi lam yadrus fi ma'ahid 'aliyatin yuqori oliy maktablarda muzikchilik angchilik bunda san'at o'quvchimizmi o'zi talablik bo'lgan shu san'atchini ko'ralaymiz ولكنه نقل الموسيقى من عصر التطريب إلى عصر التعبير موسيقى خلق كوني شلون كوزيدغان bir san'atdan xalqning dard alamlarini arzu armonlarini ifodalab turadigan bir san'atga yetkazdi va wasala ila al-alhan al-ubraliya yani dunyoga opera ahanglari var opera ahanglariga yetalgan deydi min g'ayri an yastama' al-opera operani anglab bakmasımı ko'rib bakmasımı opera o'xshashanda musiqani laylab anglashtiradigan operani shunday bir yuqori oliy san'at deb qilish mumkin uni bizda anglsak yo uni bahramand bo'lolmaymiz balki o'tag'illar bunda ko'rganlar shunday bir narsani tushunib o'zlari olib ketgandek tuyulishi mumkin lekin bizdagi odamlar buni bir narsani tushunib o'qib ketmaymiz odatimiz bali ko'rganlarimiz yig'latadi bizim nisbatan tatsız sanatın. واستطاع بمهارة أن يبتكر الجديد في الموسيقى دون أن ينقلب على القديم. Özü usuluk olan konunu bütünlay örüp taşlatmay müzikide yanı yartalgan deydi. وأن يحرر الموسيقى العربية من الصيغ القديمة الموروثة دون أن يهجرها كلية. كون Arap müziğinin bütünlay taşlatmasdan qadimki Medine miras bo'lib kelayotgan uslublarni deydi siyag'larni qilib ya uslublarni sal erkin azodini qilgan masalan o'rtamada erkin she'r deb gapirishgan to'g'ri bulanda kona qasida gavda nimani butunlay cho'rib tashlab she'r erkin she'rda binarsini qilgan ma'lum musiqani konini butun tashlatmay uni paydalanib turib yangilik yaratibdi واستطاع من خلال كل ذلك أن يعبر عن الروح المصرية يقرق لنا مثلا سنقلش أرقلاق مصر شاء روح إفادة برالجان ده يعبر ويثري الوجدان المصري مصر لقلانın كونunu mesleşer Mısırlıların كونunu beyt algan manevi hayatını beyt algan وينهض بالشعور القومي milli tuyg'uni sal tiklab turg'izalgan ترقي قدرالغان ويؤجج الروح الوطنية وتمتظرلك روحنا خلقلغان ألغيتالغان أتؤتنا بو تقوم كشكلكم بالدرجة ولكن حياته لم تطل ليكمل رسالته لكن o hayatdagi shu vazifasini to'liq mukammal o'rinlashi uchun uning hayoti yer bermadi uzroq bo'lmadi faqat mata fajatan chunki tuyuqsiz vafot bo'lib ketdi uchdan tut dunyodan ketdi fi yawm 15 september 1923 وانطفأت الشعلة التي أضاءت الحياة الفنية المصرية في زمن كانت ثورة 1919 تهز أركان الاحتلال البريطاني وتتجه بالشعب المصري إلى الاستقلال. Bunu oluşulan Mısır'daki sanat hayatını yoritib turayotgan mash'al o'chib qoldi. Shola degan mash'al. Shuna shu mash'al o'chib qoldi dedi. Fi zamanin qanday bir zamonda bo'ldi bu size? Shunda bir zaman bo'ldiki, kana Tavrat 19 taz arkan ihtilal Britaniya. 1919-yilning inqilobi Angliya tijoritlarining ulini lanishib qo'ygan dedi. وتتجه بالشعب المصري إلى الاستقلال مصر خلق bilan mustaqillikka yuzlanayotgan chaqda o'lib ketib qoldi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.